yaqinlar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum hammalarga. Bizni qo'y ketagimiz bitta, xudo xolasa 40 taga mo'ljallangan qo'y ketagimizni qildik. Eni 2 metr, bo'yiga 7 metr yaqinlar. Ko'rishlaringiz mumkin, poli taxtadan bo'lgan. Oralarini ochib qo'yganmiz chiroyli qilib, bo'yda yog'i tushib ketmaydigan qilib, tayini yaqinlar. Mana 40 sm ko'targanmiz. Xudo xolasa qo'ylarimiz quruqda turib, chiroyli bo'lib, pokiza qo'ylar bo'ladi. Yaqinlar xudo xolasa 40 ta qo'yimizni mana shu yerga joylaymiz. Oralarini ochib qo'yganmiz. Nima sababdan orasini ochganmiz? A'da nari tarafida yemlanadigan qo'ylarimiz boqamiz, bag'da tayyormiz, yemga tayyorlaydigan qo'shqorchalarimiz boqamiz yaqinlar. Hop, yaqinlar qo'ylarimiz keladi, ertadan qamaymiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, qo'chqorlarimiz ham bor, hisoblovlarimiz ham bor. 6 oylik, 7 oylik hammasi yaqinlar. Aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Qo'y ketakka bitta baho berib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatib boringlar.